cringe olaveramiz. Qani go. Birinchi qism. Qanonlar sanab ketdik. Go bola. Birinchi blogerimiz bola. Birinchi blogerimiz Crackerjon. Qani ketdik. 2000 years later. Qanday qiz bolamisiz deb yozganimizda u kishining qaranglar. Yeah, bro. Siz negirmisiz? Va bizning ikkinchi quyonimiz Frozen. Frozen okega biz savolimizni o'qinglar do'stlar. Va biz Frozenga bergan savolimiz qalaysiz qiz bola maymun bo'lsa nima bo'ladi? Vau, u kishi. Va u kishi bilmasam yozganlar, lekin ishlarni biladilar. 2000 years later. Video tez chiqmasligi uchun kulgili videoni ko'ramiz. Qani go. X, Y, plus moment. Yetadi mazami. Keyingi qurbonimiz Nikojon. Stop. Bola. Men tushunmayapman. Nimaga sizlarga ham tezlikda obuna bo'lib like bosmadinglar? Mayli, videoga qaytamiz. Nikojonga bizning savolimiz: qiz bolaga aylansangiz nima bo'ladi deb savol berdik. Va u kishi 2000 years later. The next day. 2000 years later. A few moments later. va u kishi ko'rib yozmadilar. Nimagadir avval yozardilar.